Salom, men Seunghoonjo, 34 yoshli yangi yulduz ustasi va atomiy muvaffaqiyat maslahatchisiman. U men bilan ishlaydigan har bir kishining muvaffaqiyatini yaratadi. Avvalo, men bilan birga bo'lgan barcha atomiy a'zolariga minnatdorchilik bildiraman. Men boshidanoq muvaffaqiyatni orzu qilgan odam emas edim. Men o'rta maktabning 3-yilida o'qiyotganimda hayotimga katta ta'sir ko'rsatgan bir voqea yuz berdi. Uy vayron bo'lgan edi. Televizor, mebel va bizga kerak bo'lgan barcha narsalar qizil yorliqlar bilan belgilangan edi. O'shanda angladim. Qashshoqlik shunchaki pulning yetishmasligi emas, u oilani barbod qilishi mumkin. Oila a'zolarining kulgisi yo'qoldi va ularning nutqi kamroq eshitila boshladi. Onamning so'zsiz boshini egib, ko'z yosh to'kkanini men hali ham eslayman. Shuning uchun o'shanda men katta qarorga keldim. Albatta muvaffaqiyatga erishishim kerak. Bu mening shaxsiy istagim emas, balki oilam oldidagi mas'uliyatim edi. O'sha paytdan boshlab men muvaffaqiyatga erishish uchun vositalarni izladim va o'shandan hozirgacha oilam uchun chin dildan harakat qildim. Birinchi marta Sales master darajasiga erishganim hali ham esimdan chiqmaydi. O'shanda men juda ham orzu qilganim uchun markaz yaqinidagi cherkovga har kuni tonggi ibodatga bordim. Aslida men uxlab qolishni yaxshi ko'radigan odamman. Shuning uchun ertalab erta turishimning o'zi ham mening chin dildan intilayotganimning isboti edi. O'sha paytda men shunchaki ibodat qilmaganman, balki har kuni odamlar bilan uchrashishda, xabarni yetkazishda va ulashishda davom etganman. Ushbu xabarni yetkazishda va ma'lumot berishda davom etar ekanman. Yana bir anglashga keldim. Haqiqat shundaki, bu biznes chin dildan va harakatga asoslangan biznesdir. Men homiy va hamkorlar birlashganda muvaffaqiyatga erishilishini angladim va o'shandan boshlab hamkorlarim bilan birga muvaffaqiyat sari yo'l tanladim. Shuning uchun o'sha paytda oddiy iste'molchi a'zo bo'lib kirgan odam hozirda Sharon Rose master bo'lib, biznesni chin dildan va ishtiyoq bilan olib bormoqda. Va endi siz chet elda jamoaviy seminarlar o'tkazayotganingizda aslida zavqlanyapsiz va biznesingizdan zavqlanyapsiz. Shu tarzda men atomiy biznesi odamlarni ortda qoldiradigan biznes deb o'ylayman. Lekin bularning barchasida umumiy bir narsa bor edi. Bu atomiy mahsulotlariga bo'lgan haqiqiy tajriba va ishonch edi. Mening atomiy hayotimdagi eng o'ziga xos mahsulotlar bu hemoxim va noni. Ular orasida ayniqsa hemoxim men uchun birinchi mahsulotdan hayratlanishim bo'lgan. Shaxsan aytadigan bo'lsam, men biroz uyalgan holda hemoxim orqali hayratga tushganim uchun o'zimga hemoxim targ'ibotchisi deb nom qo'yib, shu tarzda faoliyat yuritib keldim. Shunday qilib, ko'plab odamlar iste'molchi sifatida ko'plab mahsulotlarni xarid qilishdi va tadbirkor sifatida ham ko'plab odamlar birga bo'lishdi. Bularning barchasi men mahsulotlarni o'zim bevosita sinab ko'rganim va hayratga tushganim tufayli deb qat'iy ishonaman. Men endi atomiy orqali faqat mahsulot yetkazib beradigan biznes emas, balki yangi qadriyatlarni ham his qila boshladim. Atomiy biznes. Menimcha, bu mening shaxsiy manfaatim uchun emas, balki ko'p odamlar bilan qiymatni baham ko'rish uchun. Hansain Miyong ijtimoiy ta'minot jamg'armasi, Busan Ko'mir banki va to'liq bo'lmagan oilalarning farzandlari orqali men shunchaki so'zlardan emas, balki amallardan iborat bo'lgan imonni o'rganmoqdaman. Menimcha, bu Star Master aksiyasi oxiri emas, balki ko'proq odamlarga foyda keltiradigan yangi boshlanishdir. Shunday qilib, kelajakda men odamlarni qo'llab-quvvatlaydigan, ularni yetakchi sifatida tarbiyalaydigan va qadriyatlarni harakat va ishonch orqali yetkazadigan yetakchi sifatida jimgina yurishda davom etaman. Rahmat. Men sizni sevaman.